Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Bu Hamid Do'stov meni ukam edi. O'sha Chirchiqda bo'lgan voqeada haqiqatan ham bitta odam qurbon bo'lgan. Endi har xil blogerlar buni chiqaraverib internetga tarqatganman, uni foydasi yo'q. Mana sud bor, O'zbekistonning qonun qoidasi bor. Kimdan bo'lgan, kimdan chiqqan bu janjal, nimaga kim birinchi urgan? Mashina hammasini tergovda hozir. Hali sud tugamadi, yo tergov tugamadi. Har xil narsani chiqaravermaydi blogerlar. Men sizlarga gapiraman. Bu mana o'zi ikkita ota ukamiz. Ertaga misol uchun ko'zga tushishi bor, boshqa bor. Men ham ko'chani yaxshi tushunaman. O'shaning uchun o'zingizga qaranglar. Birovni farzand tomonidan yomon otliq qilib internetga chiqaravermaylar. Ogohlantirdim, boshqa ogohlantirmayman. Mana ikkita bloger bor ekan. Endi bloger mesela men bularni yaxshi tushunmayman. Ertaga ro'paramdan chiqsa yo bo'lmasa bu narsa bo'lsa, men so'rab olaman sizlardan. To'g'ri gapda, men ham podarka emasman. Haqiqat yuzaga chiqadi hali gaplashamiz. Bu hali tugagani yo'q. Tergov bo'lyapti mana. Ertaga bir oy 2 oydan keyin sud bo'ladi. Oxirgi natijani bilish kerak. Butun qarindosh urug'lar bor, yo tanishlar bor. Hamma telefon qilib menga nima bo'lyapti, nima gap? O'zini himoya qilgan, haqiqatda himoya qilgan o'zini. Kim birinchi qo'l ko'targan, kim nima bilan urgan? O'tdi. Hali sud tugasin, haqiqat ochiladi. Ana o'shanda uyalib qolasizlar. O'shaning uchun har xil videolar chiqarmayman. Maslahat sizlardan prosta iltimos qildim. Lekin men hech kimdan hali iltimos qilmaganman. Jingle bo'lmasin. O'tda ko'ryaptim bunaqa video, bu yerda ko'ryaptim bunaqa video. Bloger ekanman deb chiqaravermalaring. Aytib qo'yman sizlarga. Qallari ham bola chaqam bor, boshqa ham bor. Otasi qolib ketadi bekorga.